Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Kuni kecha Humo Arenada bo'lib o'tgan, ya'ni ana shu Oktagon liga deyiladimi? Ana shu ligadan so'ng juda ham ko'plagan insonlar Shahzodga, undan tashqari Jasurga, ya'ni taxallusdan bilasizlar, Gold va O'zbek Tayson. Mana shu millatdoshlarimizga keskin tanqidiy toshlarni otishni boshlashdi va juda ham ko'plagan insonlar so'kinishga ham o'tib ketishdi. Afsuslar bo'lsinki, bir millatdosh bo'la turib, bir-birimizni so'kib, haqorat qilib, hattoki onasidan ham so'kkanlar ham chiqib qoldi oradan. Hozirda mana shu videolar keng ommalashib tarqaldiki, shu darajada insonlar fikr bildirmasdan to'xtata olmayapti o'zini. Hozirda mana Rasul Kusherbayev bo'lsin, undan tashqari Shuhrat Musayev bo'lsin va juda ham ko'plagan mashhur insonlar chiqib, biz bir millat ekanligimiz haqida tushuncha berishmoqda. Ya'ni bu qilinayotgan tanqidiy toshlar va qo'pol gapirilayotgan gaplar va so'kinilayotgan mana shu ishlar umuman noto'g'ri ekanligi haqida ma'lumotlarni berib o'tishmoqda. Albatta har bir kishi inson, ya'ni xato qiladi, xato qilishga haqqi bor va mana shu xatosini ustida ishlab, uni tuzatishga ham haqqi bor. Lekin bu narsalarni bilib bilmagan holatdagi do'stlarimiz alamzada bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, juda ham haqoratomuz so'zlarni gapirishmoqda. Do'stlar, haqorat qilish, onadan so'kish bu juda ham og'ir narsa. Masalan, deylik, men bir insonni onasidan so'ksam, u meni yaxshi ko'rib qoladimi? Menga adovati tug'iladi va doim meni ko'rganda nafratlanadi mendan. Shu narsani unutmaylik. Hozirda ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan ko'plagan videolarni sizlar bilan ko'ramiz, tanishamiz, xulosani chiqaramiz degan umiddaman. Sharmanda qildi deb bor-ku. Urushni bilmasang, urushga chiqib nima qilasan? Senga shuncha odam pul tikib qo'yuvdi, voy, deydiganlar ham ko'payib ketdi, sezdinglarmi? Avvalambor pul tikib, puliga yutqizganlar bu gapni gapiryapti. Gold uka, gazni bosish kerak, bo'ldi, onasini emsin, o'ylash keragi yo'q. Bu hayotda ham inson yutqizadi, yutadi. O'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham bu hamyurtinglar. Qimorga pul tikmaylar o'shaning uchun. Mana bunaqa yig'lab yurmaysizlar. Tushundinglarmi? Va Gold gaz faqat. Kurashni ko'paytirish kerak, MMA da ham yorib tashlash kerak. Qolgani yaxshi bo'lib ketadi. Gaz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarida oqlamagan bo'lsa, men keching. Instagramga kirasizlar, mana shu masala. Instagramga kirasizlar, shu videolar muhokama qilinayotgani, kimdir chaynayotgani, yutqizib qo'yganini muhokama qilayotgan bo'ladi. Va baraka topkurlar. O'zbekmi bu bola ham? O'zbekistonda tug'ilganmi? Neger, karras, bir xitoylik emasmi? O'rus emasmi? O'zbek-ku, baraka topkurlar. Bu darajada qilib tashamanglar. Yutish, yutqazish Allohdan. Bu qatdan biladi bu. To'g'ri, endi karlab qo'ygandir, jangdan oldin karlab qo'ygandir. Xato qilgandir. Shunga shunchalik qilib tashash kerak. Kim bilan norozi? Asosan kim bilan norozi? Pul tikib qo'ygan haromlar norozi bundan. Harom pul tikib qo'ygan qimorga. Shu bola yutsa 2 barobar qilib pulimni qaytarib olaman degan haromxo'rlar norozi bo'lib video qilyapti yoki video qildiryapti. Kommentariyada chaynashyapti. Mana shunaqa haromxo'rlar. Shu darajada qilib tashlash kerak. Uni shuncha yutib kelgan. Bir marta yutqizib qo'yibdi, keyingi safar yutar. Naborot paddeshga beringlar. Baraka topkurlar. Hali yutasan, hali oldinda paddeshga berish o'rniga sindirib battar bu bolani tupikka tiqib. Bu darajada bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Bu haqda gapirmasa bo'lmaydi. Ahvolimiz shu darajaga yetib keldi. 100 yil oldingi qilingan fitna-yu, mana shunaqa xatolar yana bizning boshimizda aylanyapti. Bu safar sportchilar yordamida ayrim sportchi deb hisoblayotgan insonlarimiz o'zlarining harakatlariga bugun o'zlari mas'uliyat bilan javob bera olmayapti. Masxarabozlikka aylanib ketdi ayrim holatlarda. Mana kuni kecha Toshkentda, non shahri bo'lgan Toshkentda Humo Arenada mana musobaqa bo'ldi. Umrimda birinchi marta boshdan oyoq ko'rdim mana shuni. O'ziga yarasha o'yin bo'ldi. Gap yo'q, kimdir yutqizdi, kimdir o'ziga yarasha saboq oldi harakatlari uchun. Lekin bu o'sha hayot, bu sport, bu kurash shunaqa. Lekin u kurash, sport ana o'sha maydonda bo'lishi kerak. Lekin ayrim bizni mas'uliyatsiz bo'lgan sportchi deb o'zini hisoblab yurganlarni harakatini oqibatida maydon qolib internetga ko'chib ketdi bu janglar. Internetda masxarabozlik darajasiga olib chiqildi va alal oqibat millionlab, minglab
tubi bir bo'lgan Turkiy bizni qavmi qardosh xalqlarimiz bir-birini go'shtini yeyapti. Mana bu katta fitna. 100 yil oldin bizni qanday fitna qilib parcha-parcha qilib tashagan bo'lsa, xuddi yana shu yo'ldan ketyapti. Bu kimga kerak? Bunaqa oktagon dedim, UFCmi nima bo'lishidan qat'iy nazar, agarki sport bunaqa darajaga xalqlar, millatlarni bir-birini haqorat qiladigan, bir-birini kamsitadigan darajada ota-bobolarimiz, davlatimiz rahbarlaridan tortib ziyolilarigacha xalqlarni yaqinlashtirish yo'lidagi uzoq yillik mehnatni parcha-parcha qilib bir tiyin qiladigan bo'lsa, bunaqa sport, bunaqa musobaqani nima keragi bor? Bu oktagonmi, boshqami? Bu nima? Bu fitna maydoniga aylanib ketdimi? Yo fitna maydoniga aylantirishyaptimi buni? Hurmatli sportchilar, men barcha mana shu qardosh xalqlardagi sportchilarga aytmoqchiman. Hurmatli bovurlar, anilarim, ag'alarim, hammaga aytmoqchi bo'lganimiz, ayirmachilik qilmaylik, millatchilik qilmaylik. Ayrilganni ayiraga deydi, bo'linganni bo'ri. Buni achchiq tajribasini o'tkazganmiz. Mana shuning uchun bugun bizni parchalanib ketganimiz uchun bugun qulsan deyapti. Bularda tarixi yo'q deyapti. Sizlar ularni tegirmoniga suv quyyapsizlar. Ana shuni kutganlardi. Hamma ustimizdan kulyapti. Ammo bular bir-birini go'shtini yeyapti deb. Kerakmi shu? Hurmatli sportchilar, professional bo'ling. Jangda o'sha ringda o'tkazing bo'ldi. Bunaqa mas'uliyatsiz qilishga hech kimda haqqi yo'q. Xalqlarni, millatlarni bir-biriga urushtirib qo'yishga. Bu sport emas. Ularning ota-onalariga ham iltimosimiz, qarang, bir o'ylab ko'ring, nima qilishyapti bular. Bir bo'laylik, boshqa xato qilmaylik endi. Shahzod Gold yutqazayotganlar. Shahzod Gold, bu gapim sizga. Siz bugun yutqazmadingiz, siz bugun g'alaba qozondingiz. Nima uchun bilasizmi? Chunki jangda g'alaba mag'lubiyat bo'ladi. Siz bu jangda ko'p narsani o'rgandingiz. Demak, siz bugun g'alaba qozondingiz. Agarda siz bu jangni yutqazmaganingizda ko'p kamchiliklaringizni ko'ra olmagan bo'lardingiz. Shuning uchun bundan keyingi janglarga siz kuchliroq bo'lib va ancha tajriba bilan va bu MMA kulachka emasligini his qildingiz va bundan keyin parterga ham, kurashga ham ko'p narsalarga tayyor bo'lasiz. Hammasi hali oldinda. Goldni jangini ko'rdinglar, kuni bilan kutdim, o'zim ham ko'rdim. Endi qolib ketdi. Bu nima desam ekan, bu hayajon degan narsa bor-da. Qo'yilganiga 9 minut, 10 minut bo'lyapti, o'sha 150 200 ta negativlar kelyapti-da, qo'yilgan kanallarda qo'yilayotgan videoga Goldga qarab negativ kelyapti. Negativ bo'lmaydi. Bu yoqqa chiqib nimasi bor-da? Hayajoni bor, tushunyapsizlarmi? Hozir men o'zim Gold ahvolini tushunsa bo'ladi. Men o'zim hozir bir qizcha bo'lib ketdim-da, nimaga? O'zbekda nima bo'lsa ham, o'zbek. Lekin negativ bo'lmaydi, oson emas. Bu yoqqa chiqdi, urishdi. Mana bu bola endi dogovorda rukkada urishaman, qo'lda urishaman degan ekan. Bu bola ham endi rejiligi yo'qotadigan narsasi yo'qdi. To'lkalarga o'xshab sraz quchoqlab oldi-yu. Nima demoqchiman, Goldga negativ bo'lmaydi. Boshlanishi bu hali. Bitta kurash qo'yadi bazaga, hamma yana Goldga fanat bo'lib olasan, krisaga o'xshab. Kerak emas. Goldga paxta qo'yish boshqa narsa emas bu narsa. Men jangni ko'rdim-da, prosta achindim hozir. Tak yigit kishi yiqilishi bilan go'zal-da yigit kishining hayoti. Aytibdi-yu bu ringda, men 3-4 marta yiqilganman, bu narsa hech narsa emas debdi. Hatta Goldga ta'siri yo'q, negativlar boshqalar. Sizlar ham negativ bo'lmanglar, prosta qo'llaylar. Hali davom etadi Gold, charchamanglar. G'alaba qozonganda ko'tini yalab, hayb qilib, mana qilib yutkizib qo'ysa, kimliginglarni bildirib qo'ymanglar, haypa zo'rlar. Mujik faqat g'alaba qozonganda paddeshga qilinmaydi. Mujik yiqilganda paddeshga qilinadi. Gold qarochi men uchun chempion. Shu paytgacha gapiga javob berib kelavdimi? Bu safar ham ja yutaman, uydi buydi demadi. Lekin Allohning qadari bilan xo'p, mayli, mag'lub bo'ldi. Lekin bir taraflama xursandman. Aniq yutadi Gold deb pul tikkanlar, nima bo'ldi? Pishdimi pulinglar? Nima deyodim men? Gold yutsa 5 ta odamga $800 skidga deyodimmi? Mana biz paddeshkadamiz. Mujiklarni любой время yiqilsa ham, g'alaba qozonsa ham biz paddeshkadamiz. Kim qarochi Gold bilan men nomimdan shunday yozadi profilda, shunday shapkasida Telegram kanali bor. Shunday yozadi, hammaga $800 skidga. 1200. Qarochi $2000 vizamiz 1200. Hozirgina Kamil Karate hamda Jasurbek Tayson o'rtasidagi jang o'z nihoyasiga yetdi. 4-5 kun oldin video joylagan edim aynan mana shu jang haqida. Mening prognozlarim hammasi 100% o'zini oqlab to'ppa-to'g'ri chiqdi.
Kamil bilan Taysonni qo'yish bu xatoligini aytgan edim. Xato. Kamilning bagaji katta, opti katta. Bu Rossiyada bu nechta liga bo'lsa, hammasida har xil sport turida urushib chiqqan bola. Qanaqa qilib mana bu o'zini mahallasida turnovka qilib yurgan bolani qo'yib berasizlar? Men hayronman. Ya в шоке, короче. Uxlab qoldi-ku Tayson. Uxlab qoldi. Birinchi raund ko'rdinglar qanaqa izbivaniya bo'ldi. Prosta Taysonni rosa dabdalasini chiqarib urdi. Bolalar, bunaqa qilish kerak emas. Qo'yib berish kerak emas bunaqa qilib. Tim bo'lib Toshkentda bo'layotgan turnirga qanday qilib o'shan o'zing bir analiz qilib, bir ozgina o'ylab ko'rib, keyin Kamilga boshqa bolani berish imkoni yo'qmidi? Jangdan keyin mana Taysonni o'zi aytib o'tiribdi. Yaxshi trenirovka qila olmadim, tayyorgarlik ko'rmadim. Juda sodda bo'ladi, juda sodda bola. Trenirovka qila olmadim. Qanaqa qilib trenirovka qilmasdan, tayyorgarlik qilmasdan oktagonga, Humo arenaga, prямой efirga chiqadi. Я просто в шоке, всё. Assalomu alaykum. Hammaga salom do'stlar. Gold jangini ko'rdinglar. Birinchi raundda o'zi yutqazib qo'ydi. Bunga nima deyish mumkin? Indamaymiz, gapira olmaymiz, chunki o'zbek o'zimizniki. Baqiradi, chaqiradi, oxirida yutqazib qo'yadi. Hay, nima bo'lganda ham omad tilaymiz. Darshi bo'ylarda janglarda yutsin. O'rtoqlar, O'zbek Taysonni ko'ryapsizlar, indamasdan chiqib keldi, bez razgovor, indamasdan yutqizdi. Va buni tan olib mana indamasdan o'tiribdi. Lekin men o'zinglar aytinglar, men o'zim xolisoncha aytaman, mana bo'yi ko'rdim. Lekin dastoyniy bo'y bo'ldi. Dastoyniy, men necha marta bo'g'di, harakat qildi, urdi, udar ko'tarar ekan O'zbek Taysonimiz. Gap yo'q jigar, lekin dastoyniy bo'y bo'ldi. Maza qilib ko'rdik. Xudo xolasa keyingi bo'ylarda omad Afsha chotki bo'ldi, lekin uncha-munchasi bunaqa udarni ko'tara olmaydi, bunaqa bo'g'ishlardan chiqib keta olmaydi. Uncha-munchasi. Gap yo'q, lekin 3 marta, 4 marta chiqib ketdingizlar. Afsha, men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim bo'yi. Men уже bo'ldi, birinchi bo'g'gan o'zi yutqizingizni bo'yladim, lekin gap yo'q. O'rtoqlar, kommentariyada mana fikringizni yozinglar. Men gapim noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, yozinglar mana. Uncha-munchasi chiqa olmas edi, shunaqa udarlarni ko'tara olmas edi. Gap yo'q, jigar. Omad. Mana bunisi mushukcha gap bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bilgan bo'lsangiz, Gold nomi bilan tanilgan bu Shahzod akani ko'pchilik tanisa kerak. Bu akamiz ko'ziga yosh olib, muxlislaridan uzr so'radi, orqasidan sarson bo'lib kelgan muxlislaridan gap bo'lishi mumkin emas. Bu hammaga emas bunaqangi qilib, xatosini bilib uzr so'rashlik. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shu gapingizdan keyin hurmatim yanada oshdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nasib bo'lsa, keyingi janglarda, keyingi bo'ylarda kuchli bo'lib aytasiz degan umiddaman. Bu paxta qo'yish yo boshqa narsami? Assalomu alaykum O'zbekiston. Meni yaxshi ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, masalan, hammalarni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Oktagon bunaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men partirim yo'q, kurashim yo'q, umuman va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degan. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdiraver ekan. Men necha va men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya yo'q, kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb. Sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib partiyalar qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarni oqlamagan bo'lsa, men kechirdik. Gold jangini ko'rgan bo'lsanglar, jang vaqtida efirda 500 mingta odam jonli kuzatdi. Hali bunaqasi bo'lmagan. Taysonda 600 mingta odam kuzatdi, jonli kuzatyapti. Hali bunaqasi oktagon tarixida bo'lmagan. Bular kirib keldiki, shunaqa narsalar bo'lyapti. Lekin Gold mana gapini bitta eshitsanglar, Ko'rib, meni uzoqdan kutgan kelganlar xumaringni sarson bo'lib, masalan, hammalarni yaxshi ko'raman. Juda ham xursand bo'ldim. Oktagon bunaqa to'lmagan ekan. Men aytamanki, nima deyman? Men
Xahterim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA 3-4 ta ursa, u 3-4 ta ursa turdirib ekan. Men necha va men yutqazdim tan olaman. Lekin menga partiya kurash yo'q. Sarson bo'lib kelganlar, meni boyimni ko'raman deb sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Dalishni inshaalloh yana harakat qilamiz. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib, partiyalarni qo'yib. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarida oqlamagan bo'lsa, meni kechiring. To'g'risi bu videoni ko'rib borib, men yig'laglarim kelib ketdi borib. Молодец, mujik. Kengizcha yutasan, xudo xolasa. Hali hammasi oldinda. Gold Tyson. Abdushin. Gold ukam, sen Instagramda masxara bo'lsan. Instagramda yuraver. Shatanidagi eshakda endi yig'lama. Sen ana shuni eshaksan. Senga emas oktagonga chiqish. Eshitdingmi? Ko'tingni qisib uyingga o'tir. Pulni olib, odamlardan kidat qilib, aldab va shu ishni qilib yur. Uraman, turaman, sen erkak pullarni esa erkak pullarni bo'lku, sen bir degancha sen bormaysan. Eshitdingmi? Gold. Dabba bilan. Habba. Ukang ko'rdingmi? Qo'qitaman deb nima qildi? Yedi. Yeysan shunday. Setkaga zo'ri bu. Sen emas zo'r. Yirtaman, titaman deb. Goldga urib qo'yamiz, atpeti qilib qo'yamiz kommentariyaga. Gold. Yedingmi ko'tingni qisib, quying boqib yur, moling boqib yur. Men senga aytaman. Dabba. Oktagon turniri dahshat. Shunchaki shokka tushdim to'g'risi. Arenadan chiqib ketyapman. Butun arena va Odilxon o'zing qayt deb lichkamga kiraman, hamma Odilxon qayt. Men kommentga kiraman, hamma. To'g'risi men bu darajada odamlar podeshkasini kutmagandim, chunki faqat yomon kommentlarga, faqat ana so'kilgan kommentlarni ko'rib turib, to'g'risi sportdan ham hamma narsadan ko'nglim sovib ketgandi, ochig'i. Men ko'p narsa so'ramayapman. Da o'sha vaqtida Kamilani ham, To'ktarini ham o'zim tugatganman, o'zim nuqta qo'yganman, lekin hozir bular pikda. Qo'limdan keladi bularni yutish, isbotlaganman, yana isbotlash keladi, lekin nima uchun? Menga nima motivatsiya? Menga shu sizlarning yaxshi kommentinglar, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar motivatsiya. Sizlar qo'llab turinglar, hech bo'lmasa negativ kommentariy yozmanglar, iltimos sizlardan. Men qaytaman. Oktagonda bo'lmasligi mumkin. Chunki yaxshi ligadan menga kontrakt kelgan, Oktagondan ham ko'nglim sovigan, to'g'risi xohlamayman. No, 4 ta bo'ydir, 3 ta bo'ydir, 2 ta bo'ydir sizlar kutgan janglar bo'ladi. Bu yilda o'zida ham bo'lar mo'lish. Lekin sizlardan shunchaki yomon kommentariy yozmasligingizni iltimos qilardim. Mayli qo'llamasanglar ham. No, men va'da berib aytaman. Odilxon o'zi so'zini aytadi, xudo xolasa. Men isbotlaganman, isbotlayman ham. Qo'llasanglar bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bu video GoPro haqida. Bilaman, bu videodan keyin negativlar juda ham ko'payib ketadi. Meni vaqti pafik, negativ bo'lam bo'lmaydimi? GoPro YouTube yurgan paytda hamma podesha qildi, yutkizgan paytda hamma yer yuryapti. Kommentariyasini ko'rishda menda press bo'lyapti. Keyin u jangdan keyin Goldga o'z video qo'ydi. Ko'ringlar. Xahterim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Eshitdilar, u va'da kulashga bo'lgan. Kulashga o'xshadi deya, qaysi kulashda ko'pga kuch yetmaydi. Bu MMA deb turib, artada olib kelib ketdi. Endi u pullarni to'plaring tashlab olinglar. Men oddiy meslarga o'xshagan oddiy xalqman. Negativ bo'lmaylar, iltimos maza qilib ko'rdik. Просто yutkizishgacha odamlar yutkizdi. Ashuna bir xil podesha qildilar. To'g'ri negativ вообще depressiya bo'lsa ham negativ bo'ladi. Keyin oxiri bu ham aytyapti, revanch olaman deb o'yinga kelganlar. Revanch olamiz inshaalloh. Kurashlarni qo'yib partiyalar. Agar sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarida oqlamagan bo'lsa, revanch olaman, xatirlarni hamma yo'g'imni joyiga qo'yib olaman, hali uzr dilayman. Ashuna depress bo'lib kommentarlarni sizga katta keching kerak emas, o'qishing kerak emas. Do'stlarim, qadrdonlar, qo'llaringga cho'qlaring tashlab podeshlarga bo'ldi. Negativ yozasan menga, yozmaysan menga вообще это pafik. Men просто o'zim ichimdagi gapni aytdim. Yutush Allohdan podesha qilib bo'ldi. O'zbeksan-u, birligini yevormasdan podeshaga qolgan davlatlar kulib boradi. Shu tashlab olish kerak, o'zlaring aytib qilgan. Gold nimalar qilib qo'yding?
karallayotgani boydan oldin yutaman deb shunga o'xshagan har xil fikrlar golni bo'yidan keyin kommentariyasiga juda ham ko'plab kelyapti. Men shuni aytmoqchimanki, bu holatga menimcha biz normal qarashimiz kerak, chunki sportda g'alaba bilan mag'lubiyat doim yonma-yon yuradi. Agar tarixga e'tibor bersak, qanaqangi professional sportchilar ham mag'lubiyat alamini tatib ko'rishgan. Masalan, Mike Tyson, Manny Pacquiao shunga o'xshagan. Lekin bu setkaga chiqib, ringning ichida chiqib jang qilish ham oson emas. To'g'risi biz ba'zan gapiraveramiz, atda chiqqandan keyin o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha his-hayajon bo'ladi, boshqasi bor. Xullas, aytmoqchimanki, negativ fikr bildirishdan oldin shu tomonlarni o'ylasa, to'g'ri qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Gol bo'lsa, bu mag'lubiyatidan o'ziga kerakli xulosani chiqarib, keyingi bo'ylarda yaxshi tayyorgarlik qilsa, o'zi uchun foydali bo'ladi va g'alabali seriyalarni davom ettiradi. Gol endi o'zimizning yurtdoshligimiz uchun men bu mag'lubiyatni to'g'ri qabul qildim va keyingi janglarida omad tilab qolaman. Bila, do'stlar, bitta gap, gol yutqizib qo'ydi. Xuddi hamma o'zbekistonliklar tush ko'rayotgandek, yutqizganini tushida ko'rgandek bo'lyapti-da. Afsuski 10 gita yutqizib qo'ydi. Hech kim kutmagan edi, to'g'risini aytaman. Bu emotsiya, boshqacha emotsiya, to'g'risi Ozarbayjonlik ham chikkan emas edi. Lekin zo'r ushib qo'ydi ozarbayjonlik. Nima deymiz? G'alaba muborak bo'lsin ozarbayjonliklar. Bilalik yomon qildi. O'rtoqlar, bu bo'yi ko'rgan bo'lsanglar kerak, shaxsan meni fikrim, hammamiz o'zbekmiz. Lishni kommentariya, lishni gap kerak emas-da. Men o'sha videoni shaxsan kommentariyasiga kirib qaradim, hayron qoldim-da. O'tga chiqib urishni o'zi bo'lmaydi. Lekin shunaqa bo'lishidan qat'iy nazar, hamma so'kib lishni yozganda, bu o'zbek biz poddershka qilib qo'yaveraylik. Misol uchun, erta mana oktagonda o'tiribdi Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hammasi borda, ovozni qaranglar. Deb bunaqa yomon kommentariya O'zbekistonda bo'lib turibdi. Poddershka qilib qo'yarish kerak, yutqizgan bo'lsa ham. Naborat ko'tini yopishimiz kerak. Shu zo'r sho'q chiqdimi? Biz ko'tini yopishimiz kerak. Yutqizgan bo'lsa ham, u keyingi safariga o'sha poddershkadan yoradigan bo'lib chiqadi. U misol uchun juda xunuk narsa-da, hammamiz o'zbekmiz. Menimcha yarashmaydi bu narsa. Shaxsan men bayet emasman, uni qiziqib ko'rib o'tirmayman bo'ylarni. To'g'risi. Lekin bitta ko'zim tushdi, mana bolalar ko'rib o'tirganda ko'rdim. Kommentariyasiga kirdik. Onlayn ko'rib o'tiribmiz. Shunaqa xunuk gaplarda, o'zlaring oldin bir salgina sport bilan shug'ullaninglar, imенно o'sha insonlar. Meni fikrim, men u insonlarni shaxsan tanimayman. O'zbeklik uchun yutqizdimi? Mayli endi xudo xolasi keyingi safar yoradigan bo'lib chiqadi degan fikr qoldirdim. Bo'ldi, faqat shu nima deysan do'stim, to'g'rimi? Konkretno o'zbek kanashni poddershka qilish kerak. Do'stlar, sog' salomat bo'ylar. Yutish yutqizish hammasi Allohdan, endi yanada harakat qiladi, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Meniki Octagon 84 turniri ham o'z nihoyasiga yetdi. To'g'ri. Muxlislar juda ham sevib tomosha qiladigan Tyson Gold yutqazdi. Va bundan foydalanib ba'zi bir bayslar, ba'zi bir sport kanallari yoki sportga umuman aloqasi bo'lmagan, tushunmagan insonlar ham juda ham g'alati fikrlar aytyapti. Hamma narsa bir tekis bo'lmaydi. Past balandi bo'ladi. Sport bu. Sportda goh mag'lubiyat, goh g'alaba bo'ladi. Bir xil sportchilar chiqyapsizlarda, Gold bilan Taysonni yomonlab, yo'q, men qaytaman, men bo'lsam bunaqa qilardim, men bo'lsam bunaqa qilardim. Sizlarni qilib qo'ygan ishlaringizni o'zlaridan bilasizlar, xalq ham biladi. Qanaqa nima ish qilib qo'yganlar xatolaringizni. Unaqa qilib, birovni boshiga kulfat tushganda ular ustidan kulishga, ochkoshnik bo'lishga harakat qilmanglar. Haqiqiy bir chiroyli erkak bo'lib yashanglar, bo'ldi. Biz o'zbekmiz, bizani paddeshga butun dunyo his qilgan. Og'ir kunida boshiga bir musibat tushganda yonida turib elkadosh bo'lishimizni ham butun dunyo his qilsin. Xudo xolasa Gold qaytadi inshaalloh. O'z xatolari ustida ishlaydi. Tyson dastoyni urishdi. Xudo xolasa bu ham xatolar ustida ishlaydi va hamma xatolarini to'g'rilaydi. Faqat iltimos sizlardan, iltimos. Bu dunyo birkam dunyo, o'tadi, ketadi. Bu birkam dunyoda bir-birimizga boshimizga musibat tushganda ilkadosh bo'laylik. Faqat kulib ustidan bir g'iybat qilishga emas. Erkak kishiga g'iybat yarashmaydi. Qayta og'ir kunda ilkadosh bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Gaplarimni tushuntirardi, yetib boradigan umiddaman.
iltimos sizlardan, iltimos o'zbek xalqimiz yana bir marta birlashaylik. O'zga yurtlar kuladi bizani hozirgi vaziyatdagi bir-birimizni ustimizdan g'iybat qilishlarimizga. Birlashib, bir-birimizni hurmat qilib, og'ir kunimizda elkadosh bo'laylik. Humo Arenada Octagon Ligani 84-turniri o'tdi. 15 ta o'zbek urushdi, 4 tasi yutibdi. 11 ta bayisimizni o'zbek bayislar 11 tasi yutqizgan. O'z-o'zida bo'lyapti, o'zing yurtingda bo'lyapti. Chiqib joningni bermaysan, ligini tashlamaysan. 11 ta odam yutqizgan, itam chiqib urishyapti, bitam chiqib urishyapti. To'g'ri, u yoqqa chiqish o'zi oson emas, mehnat qilish kerak, lekin ras chiqyaptimi, o'sha yerga yurak yutib, duxini berib chiqyaptimi, urishish kerak-da, o'ligini tashlash kerak-da. Qozoqlar urib ketgan, tojik urdi. Gap yo'q, hammasi dastoyni yutgandir. Bu Octagon ligani yig'ishtirish kerak. Tinchgina o'sha haqiqiy ligalarga o'tib urishish kerak. Ya'ni kommentatorlarga 0 baho. Og'zini to'ldirib gapiryapti. Sentralniy Aziyada nomeradiy liga deyapti, lekin qozoqcha shaqlayapti. Bizni tushunmiz o qozoqchani. Hatto ruscha qilib qo'ymaysanmi, nomeradiy liga bo'lsang. Xullas, bularni maqsadbozlarga topshirish, MMA shoumenlarga topshirish kerak edi. Sattorun Taysonlarga o'xshaganlarga. Bayislarga sekin, ya'ni 7-fevralda haqiqiy bayisda chiqib urishadi. O'sha yerga balet qilamiz, xudo xolisi boramiz. Xullas, menga yoqmagani shu bo'ldi. O'zing yurtingda urishyapsan, futbolda bo'lardi. 12-o'yinchi muxlislardi. Humo Arenada shuncha odam tushib balet qilyapti, o'ligini berib urishmadi. 11 ta bayis parajeni va sharmanda. Yig'ishtirib qo'ya qolaylik Media MMA'ni. Gold Shahzod Uzoqov birodarimiz yutqazdi, zimlagimiz, yurtdoshimiz. Hech qisi yo'q birodarlar. Kommentariyasiga kirib qarasangiz, pazor, sharmanda, piri kim nima deb yozyapsizlar. Avval bu bolani darajasiga yetib olinglar, shuna negativchilik qilayotganlar. Agar bu yutganda edi, zo'r bu deysizlar. Yutqazsa tepalab tashlash. Uyat emasmi, hey? Kallani ishlatsalaringchi, yutish bo'lgan joyda yutqazish ham bo'ladi. G'alaba bor joyda mag'lubiyat har doim bo'lgan. Mag'lubiyat bugun bo'lsa, ertaga g'alaba inshaalloh bo'ladi, birodarlar. Nima keragi bu? O'zbekistonda har doim podeshkasi birinchi o'rinda turadi. Luboy vaqti podeshka qilsalaring uchib ketadi. Lekin yerga kirgizsalaring ham yerga kirgizib yuborasizlar. Kerak emas, birodarlar. Nima bo'libdi g'ay? Bu Tailandda ko'rgan bo'lsalaring videolarini va oldindan kuzataman bolani. Tailandda kulachkada urushib yurgan bola, Muay Thai'da kulachkada, stoykada urushib yurgan bola. Bunda parter degan narsa yo'q bu bolada. Men ko'rmaganman bundan oldin boylarda bunda parter borligini. Birodarlar, kerak emas, uyat birodarlar. Kommentariyasiga kirib, g'iybatchi xotinlarga o'xshab piri kim nima deb yozish. Esa uyalinglar, Keyin o'zimizni Sardorbek Ruziyev, Samarqand katta o'rg'onlik ukaxonimiz ham yutqazdi. Sardorbek, joningiz sog' bo'lsin, umuman ziq bo'lmang. Sizga maslahatim ukajonim. Umuman ruhiyatingizni tushirmang, aymi? Mana xalq, mana men siz bilan, birodarlar, hammamiz biz siz bilan inshaalloh. Bugun yutqazdingizmi, ertaga yutasiz inshaalloh. Inshaalloh yutasiz. G'alaba bo'lgan joyda mag'lubiyat ham har doim yonma-yon turadi. Shuning uchun inshaalloh uni ko'ngilda cho'ktirib o'tirmang. Sardorbek, joningiz sog' bo'lsin. Inshaalloh keyingi boylarda omad tilab qolamiz. Mana bu Goldga ham negativ yozavermanglar, kerak emas, o'zimizning yurtdoshimiz. Bu sport bu. Sportni tushungan tushunadi. Bu sport bu. Yutgan payti oldida turasizlar, orqasidan chiqib kelasizlar, yutqizgan payti oldida hech kim yo'q. Boya gabigasini topib bitta ikkita ko'rgan bo'lsalar kerak, yutqazganlar, endi yutqazgan odam uyaladi baribir. Uyaladi, meni ruhiyati tushadi. Lekin oldida men odam ko'rmadim. Agar yutganda edi, oldida odamlar ko'payib qolaydi. Uyalinglar, haymi? Kerak emas. Sanjurlar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu meni o'zimning fikrimni aytib o'tyapman, birodarlar. Kimdir qo'shiladimi, kimdir qo'shilmaydimi, bu menga farqi yo'q. O'zimning fikrimni aytib o'tyapman, birodarlar. Bu sport. Sport har doim bo'lgan. Yutadi, yutqazish har doim bo'lgan. Qo'shtirnoq ichidagilar tushunmaydi baribir. Mana videoda ko'ringlardan. Bilamanki, nima deyman? Men partiyarim yo'q, kurashim yo'q. Uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA 3-4 ursa, u 3-4 ursa turdiraver ekan. Men necha vaqt men yutqazdim tan olaman. MMA'ni tushunadigan spesialistlar kelinglar, bir razvrata qilaylik. MMA'ni tushunadigan spesialistlar bormi? Bu yerda o'ta katta o'yin bo'ldi. Bu o'yinga gol topal bo'ldi. Bu 100% javob. Nimaga deganda bu yerda katta summa haqida ketadigan. Bu bir. Ikkinchidan sudyaga konkretni aytilgan.
kakay bu suv ichini bular birinchi mana shu yutish kerak degan. Tushunasizlarmi? Nimaga? Chunki bu yerda o'ta katta pulni yutib olish kerak. Suvda sotilgan. Sababini men tushuntiraman. Golda turgan holatini qaranglar, zashitasini. Bu bir zashita tushib ketgan-yu. Ikkinchidan turgan stoykani qaranglar, oyoq bilan turgan stoykasini. Oyoq bilan stoyka turgan yerdan o'zgargan yo'q. Raslabitsa bo'lib, udaridan chustuvasini yo'qotib tushib qolgan yo'q. Bu yerda 100% suvda sotilgan. Ikkinchidan do'stlar, katta summa turibdi bu yerda. Goldni shuning uchun hozirgi yutkizgani 4 ta 5 ta udardan keyin qaranglar. Sira sudya bo'ldi, yutkizdi deb qo'yapti. Bu narsaga men tan olmayman buni. Nimagaki, mana shu gapimni Liboyeda men kerak bo'lsa isbotini ham qo'yishim mumkin. Chunki bu yerda konkretni bular igra o'yin qilib qo'ydi. Lekin biz o'zbeklar yutkizdi. Hamma ustidan kulyapti, boshqa qilyapti. Lekin boshqa tomonni ham qaranglar-da, spetsialistlar qarasin-da. MMA tushunayotgan spetsialistlar ko'rib turib, ana shuni da haqiqatan bu mana shu udarlardan keyin o'zini holatini yo'qotdi, sostanasini yo'qotdi, keyin yutkizdi desa, bo'pti, men tan olaman. Lekin men bu yerda unaqa narsa ko'rganim yo'q. Tak shu Nasrani o'ldi. Mayli, gol bugun yutkizgan bo'lsang, lekin bu yutkizganing ertaga bu yutug'ingga sabab bo'ladi. Tak shu gazini bos uka. Buni sen yutkizmading deb hisobla. Tak shu bu yerda sudga sotilgan, bu yerda katta o'yin bo'ldi. Mayli do'stlar, Nasrani o'ldi lekin. Jigarlar ko'rdingizda, gol yutqazib qo'ydi. Endi bu sport, lekin ko'pchilikni ko'ryapman, o'zbek bo'lib turib, ustidan kulayotganlar ko'pda, shuncha baqir-chaqir, mana oktagonga ko'rdik ahvolingni, ko'pchilik video qilib chiqaryapti. Lekin bitta narsani eslaringizdan chiqarmanglar, jigarlar, xuddi bo'lgan taqdirda ham o'zimizni hamyurtimiz o'zbek. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Bir tarafdan qanaqadir omadsizlik ham bo'lib qoldi, kirgandan sirazi barba bo'lib ketdi. Jigarlar, xuddi bo'lgan taqdirda ham o'zimizni o'zbek padeshkada bo'lish kerak. Ana endi o'zini yaqiningman deb yurganlar, men seni padeshka qilaman, gol san bilan oxirigacha deganlarning ko'pchiligi yo'qolib ketadi-da. Shu vaziyatdan keyin yo'qolib qoladi. Bu aniq, ana shu paytda bilinadi haqiqiy do'st kim, haqiqiy dushman, hammasi bilinadi. Lekin bitta narsa jigarlar, biz o'zbekmiz, o'zimizni hamyurtimiz. To'g'risini aytaman, shu momentiga yonimga bo'lib padeshka qilishimiz kerak. Chunki o'zimizni vatandoshimiz jigarlar. O'ylayman bu unchalik katta bir muvaffaqiyatsizlik deb hisoblamaymiz. Xudo xohlasa keyingi bo'ylarga gol dokazat qiladi. Biz har doim padeshkada bo'lishimiz kerak. Men qanaqadir kimgadir paxta qo'ymoqchi emasman. Prosta o'zimni ichimdagi, yuragimdagi gapni aytaman. Xuddi nima bo'lgan taqdirda ham o'zbek, o'zimizni hamyurtimiz dalsh padeshka qilishimiz kerak. Yutqazgan momentiga ham, yutgan momentiga ham. Shuncha payt Tailandga urib yutib kelgan payti gol radnoy vashi zo'r yo'robsan deydiganlar ko'p edi. Shundan keyin ustidan kulotganlar ko'payib ketdi. Men ko'rdim, post qo'yibdi, shu ekan ahvoling, bu yig'ishtiringlar unaqa narsani. O'zbek-ku-za, o'zbekni dakansa padeshka qilish kerak, xudo xohlasa. Xudo xohlasa keyingi bo'ylariga yutib dokazat qiladi. Так что Только вперед, bratан. Bu bitta yutqazish, o'lim emas, hammasi chotki. Дальше, brat. Только вперед. Qaytish yo'q. Akalarning Instagram'dagi yonadigan короче, ular gol tutkizib qo'ydi. Bu yoqda erkak bilan chiqadi, mana bunaqa deb, bu yoqda uni chiqarib, bunaqa chiqadi. Endi omad kelmadi, ko'rdinglar, endi mayli. Shu qancha ko'rdik. Yaxshi bo'lib ketadi. Ular endi bir hafta Instagram ular oktagon liga bo'ladi, короче. Tamam. Ya u video tashkil etib, video tashkil etgan uchun bu yoq bor, o'sha Instagram bir hafta o'chib ko'ramiz bo'ldi. Hozir Instagram o'chiraman shuni bir haftadan kiraman. Serios, bu Instagram tamom. O'zi chechakni qutuladi, endi sochiq anaqa tortadi yo'llar abilardan. Bu yoq endi mana golga omad, xudo xolasa keyingi safar yutadi. Golda jangi tugagandan keyin hamma odam chiqib ketdi arenadan. Hamma tashqarida, hamma chiqib ketdi. Keyingi jang hech kimga qiziqmas. Gol gapirmoqchi edi, bitta tomon noto'g'ri bo'ldi. Odamlar yo'qoldi deyishibdi. Shuncha hurmat qilib keldinglar. Endi yutkizgan paytda ham turib berish kerak. Men o'zim ham shaxsan bilmayman. Men o'zim ham shaxsan shu golni deb kelgandim. Lekin mana hamma chiqib ketdi. Gol gapirmoqchi edi, hamma deb yo'qoldi o'di. Golga вообще paranglik yomon, juda yomon ta'sir qildi bu narsa golga. Odamlar bundan paytda padeshka qilib ko'rish kerak. Короче, o'rtoqlar, men boya golni jangini ko'rdim.
mayli har doim yutuqqa otilib bir marta yutkazdilar. Sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Fikringlar qanaqa? Meni fikrimga keladigan bo'lsa, короче, biz faqat ularni поддержка qilishimiz kerak. Bir marta yutkazganlarida unaqa chichora, mana bitta kommentariyaga bo'xtonlarni yozmanglar, короче, постоянно olg'a, короче, gazni bosish kerak. O'zbekistonning udarlarini beradi, hali полный мировойga biz ham bayroqlarni olib chiqsinlar. Endi chichormanglar endi shu joyiga bir marta yutkazganda endi короче, поддержка qilish kerak. Gaz! Kechagi janglardan keyin kibr bizni ne ahvolga solishini guvohi bo'ldik. Butun ijtimoiy tarmoq, butun Instagram mana shu 2-3 ta sportchimizni go'rga g'ishqalayapti hozir. O'l karillamay, o'l kibrga berilmay deyapti. Mayli. Men ularni oqlamoqchi emasman. Kibr yomon narsa. Kibr bu nafsdan. Masalani boshqa tomoniga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zimiz kimmiz? Yurgan yo'limizda kibrlanamiz, kiygan kiyimimizda kibrlanamiz, yegan ovqatimizda, mingan mashinamizda, yashagan uyimizda kibrlanamiz. Hatto kimdir izohlarimizga bizga yoqmaydigan gap yozib qolsa, it mushuk bo'lib so'kinmagan gapimiz qolmaydi-ku. Nimalar deb karillamaymiz bir-birimizga. Oddiy bir izohda o'zimizni, nafsimizni, kibrimizni tiya olmaymiz-ku. Endi ularni umumiy bir sportchi bo'lgani uchun, hammani e'tibori qaratilganligi uchun ularni kibri ko'zimizga ko'rinib qolyapti-da, ularni hozir go'riga g'ishqalayapmiz. Aslida qo'limizga bitta iPhone tushib qolsa, oddiy iPhone tushib qolsa naqadar karillaydigan xalqmiz, millatmiz. Bitta mashina olsak naqadar karillaymiz. Bir o'zimizga ham bir qaraylik. Men sportchilarimizni oqlash niyatim yo'q. Mana ahvolini ko'ryapmiz, karillab nima ahvolga tushganim. Men umumiy kibr haqida gapirmoqchiman. Do'stlar, biz shunaqa bo'lib qoldik, shunaqa karkar bo'lib qoldik o'zi. Ular ham bizning yurtdoshlarimiz. Bir o'zimizni isloh qiladigan, sal bosiq, bir savobatli, savlatli erkak bo'ladigan bir fursat kelmadimikin deyman, o'tib ham ketdimikin deyman. Bir yaxshi gap bor. Avval o'zingga boq deydi, keyin nog'orangni qoq deydi. Do'stlar, mana ahvolimiz. Gol Dukan, sen Instagramda masxara bo'lsan. Instagramda yurgan. Ашсан, короче. Ашқанның бәрі тішіп жатыр ғой, голдтың басына, бәрі тішіп жатыр. Жаңа 5 минут бойының алдын фанат болған адам риск алып кетті, тішіп жатыр да басына, сындырып жатыр, баланы сындырмаңдар, оны сындырма, тышпа басына, күлмеңдер. Наоборот, кішкене поддержка беріп жүрсеңдер, дайындалады. Тағы 1-2 бой жасайды, отады. Уақыт берем оғаншы, дайындалып, бой жасауымыз керек. Бұны қазір сындырып, бізде сондай ойын, ұтып келедесің, ұтылып қаласың, сен сындырып бастайды, күледі үстіңе, ой, сен андайсың, сен мұндайсың, клоунсың. Наоборот, достар, жарайды, давай, отам деп шықты, отылам деп шыққан жоқ. Шықты, болмай қалды. Ладно, давай, поддержка, давай, сеш, ерге онды ұту керек деп. Наоборот, заряжать етіңдерші баланы, сынып қалмасын, төгілсейік. Жақсы вариантта мағаншы, түрі бәрі мынандай, ұрғанғашы. Ұрып алатын бала, сындырмаңдар баланы. Дайындалсын, шықсын, маған шықсын. Мен оны аккуратно дүк құлатып алып, дәдәдік. Дайындаңдар баланы, дайындаңдар. Бәрін жабылып тұрып дайындап маған атқыңдаршы. Afsuski bugungi jangda Kamil Galata yutdi. Butun O'zbekiston afsuski Taysonni kutdi. Hammamiz Taysonni g'alaba qozonishini kutdik. Bu yerda afsuski yo'q, bu sport. Farqi o'zbekman, tojikman, главное biz kuchni birgalashtirishimiz kerak, tamom. Bu sport g'alaba qozondi. Siz bilan aka-ukamiz. Конечно. Bilan Alloh uyda ham ko'rishganmiz. To'ppa to'g'ri. Xo'p, aka. Nima demoqchisan, akalar, ukalar? Kuch birgalikda, ajratmanglar, millatlikda. Tayson ham молодец. Zo'r urishdi. Zo'r jang ko'rsatdik degan umiddaman. Hammaga katta rahmat. Taysonni o'sha oktagonga kirganda birinchi bo'lib o'zingiz ustozlik qilgan ekansiz. 2024-yilda unga o'rgatayotganlaringiz bo'ldi. Hozir uy chiqqanda, yana 2026-yilda billa urushadi deb bloglar video qilishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Oldinga qo'yilgan maqsadlar qanaqa endi? Maqsadlar keyingi jang qachon bo'ladi? Jang menga qizig'i yo'q, prosta men kayf qilaman, chiqaman, urushaman, kayf qilaman. Men ham hayotimda hamma narsa yetarli, Xudoga shukr. Mening niyatim, chiqishimning niyati tojik, o'zbek, qozoq, qirg'izlarni birgalashtirish, janjal bo'lmaslik. Bo'l, menga boshqa narsa interes yo'q. Paxta, maqta deysizlar, u menga qizig'i yo'q. Bayroqlar ko'targanimga men hech kimdan 1 so'm pul olmayman. Men o'lganimdan keyin eslab qo'yinglar, bo'ldi. Xo'p, Qobiljon bilan Muhammad Ali haqida gapirdingiz. Qobiljonni bilasizlar, yoshliklar hozir pichoq moda bo'lgan. Tojikistonda Muhammad Ali chempion, MMA bo'yicha chempionni o'ldirib qo'ydi. Yoshlar birga bo'lsin demoqchiman.
kitob o'qinglar, maktabda yaxshi o'qinglar, xuliganlik qilmanglar, jigarlarim. Bizga Alloh jon bergan, Allohning o'zi olsin jonimizni. Paxta maqta deysizlar, men paxtani bilmayman nimaligini. Kimgadir anaqa qilyapsizlar o'zbekchasiga nima deydi? Paxta. Menda undaqangi jigarlarim, undaqangi ko'nglim toza odam. Yomonman. Kamil katta yomon odam, lekin ko'nglim sal tozaroq jigarlarim. Kamil katta nima demoqchi? Kuchingiz ko'payib ketdimi? Ko'chada urishmang. Mumkin emas ko'chada. Kuchingiz ko'payib ketgan bo'lsa, keling oktagonda kuchingizni sinab ko'ring. Ha, chista oktagon. Правильно? To'g'ri. Короче, kayfiyat rasvo bo'ldi. Shahzod chiqqanda Gold yutqazib qo'ydi. Bu Shahzod kickboksing bilan Muay Thai'da birda nomera deydi. Stoykada erki bo'landan ham zo'r urishadigan bo'ladi bilaman men. Endi yana ham bilmadim. Lekin Ozarbayjonlik qarindoshimiz endi uni ustidan kulib o'tirman cheborashga jingalaktab kurashga yaxshi ekan. Asosiysi Shahzod Gold ukajonim, xafa bo'lma. Agar stoykada urishganda aptini buzib tashlayding bilaman. Men nima deysan endi? MMA shunaqa bir jenskiy qiliqlari ham bor-da, MMAda kurash, bir bolalar. Shuning uchun men anoga Konorga balet qilaman-da, endi Habibga emas. Shahzod. Keyingi safar yorasan ukam. Sizlarni sarson qilib, sizlarni ishonchlarida oqlamagan bu safar kechirdik. Tennisini eshikdan jigarlarimga assalomu alaykum. Gold laqabi bilan chiqayotgan bir yurtdoshimizni bugun yutqizib qo'ydi. Men bolani hech ijodiga qiziqmagan ekanman. Endi hali Oktagon ligada negativlarni ko'rsanglar, juda ham ko'payib ketibdi. Yutsa yaxshi, yutqizsa yomon bo'lmasin, negativlar. O'zi negativlarni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Hayotda bir yutug'i yo'q odamlar birovni yomonlaydi. Ana Oktagon liga ham like bosib qo'yibdi o'sha yomonlaganlarga. Oktagon liga bu bola o'zi yaqinda qamoqdan chiqqandan keyin hali vitaminlarga ham to'ymagan. Endi ko'rasanlar, his qilasanlar. Bu bolani orqasidan qanaqa insonlar turganligini lично men o'zim sportga podderishga qilib kelganman. Endi men 2 barobar yordamimni imенно mana shu Goldga men ayamayman. Orqasidan kimlar turganlarini ko'rasanlar. Iltimos qilaman, meni ko'rib turgan jigarlar. Hammanglar shu Gold degan shu yigitni belgilab ketinglar, mana shu ikki og'iz gapim bor. Gold, agar meni ko'rib turgan bo'lsang, kontakt orqali menga aloqaga chiqing. Amerikadan qanaqa vitaminlar, qanaqa proteinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma xarajatlari mendan qancha kerak bo'lsa o'shancha yuboraman. Hech qo'yningni cho'ktirmang. Hali yutuqlar oldinda. Biza o'zbekmiz, o'zimizlarnikini albatta olib ketamiz. Orqangda hali kimlar turganini bir his qilishadi. Meni bu video murojaatim 2 kodlarga bo'ladi. 10-15 minut oldin kecha Humo Arenada Gold yutadi, Goldni poddeshka qilamiz deb borgan aka-ukalar. Yutqazish bu Allohdan. Instagramga kirsak, ichib qo'yding-ku, yutqizib qo'yding-ku, boshqa qilding-ku, qashqa qilding-ku degan 2 kodlar. Ertaga Gold oldlaringga chiqib bo'lsa, oldiga borasizlar, rasmga tushaylik deb. Biz o'zbekmiz. Ko'rib turibsizlar, hozir hamma chaynab yotibdi-da. Hamma chaynab yotibdi. Internetda turib chaynash boshqa, oktagonga kirib urishish boshqa. Endi bu bolaga ko'z tegdimi? Ko'z suq degan narsalar bor-da. Kelinglar, o'zbekmizga qo'llab-quvvatlab yana poddeshka qilaylik. Qayerdagi orqa varotlarga biz ochko ushlab bermaylik. Birligimizni bildirib qo'yaylik, Gold qo'llab-quvvatlaylik. Gold hali yana qaytadi. Xudo xolasa hammani oldi yuz yorug' bo'ladi. Ikkotlar, shu paytlar uyalib qolasizlar, aniq bilaman. Yurakchani bosib maksimal shu videoni tarqataylik. Goldni biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a Gold. Nima bo'lgan taqdirda ham bitta narsani esimizdan chiqarmaylik. Tan olish ham mardning ishi. Tan oldi, o'zi chiqdi, ha yengildim dedi. Shunday insonlar bor, yengilsa ham yengilganligini tan olmaydi. Hamma narsani bahona qiladi. Hamma vaziyatni tushuntirdi. Kecha video qo'ygan ekan, hamma kommentariyada qo'llab-quvvatlayapti. Lekin pododa bitta chiqoq bo'lsa deydi, hamma joyda bulg'aydi deydi-ku. Bitta ikkitadan tarqagan haromxo'r otasi onasini o'payotganda bismillah deb o'pmagan, itdan tarqaganlar, bularni bilmayman nima deyishimiz kerak. Ana shular yengilding-ku, chichib qo'yding-ku, siyib qo'yding-ku, kletkaga kir, senga shuncha odam qarab tursin, sen qanday ahvolga tushasan ekan. Aka-ukalar, kelinglar, yaxshi narsalardan gaplashaylik, yanada qo'llab-quvvatlaylik. Uzoqlardan bizni boshqa millatlar ko'rib turibdi, ularning oldida biz bunaqa chachrab ketganligimizni emas, biz bitta mushligimizni bildirib qo'yaylik. Goldni yanada qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa albatta yuz yorug' bo'ladi degan umiddaman. Nima desa desin, haqiqatdan ham Gold bo'lish kerak. Xudo xolasa tez orada qaytadi u yana. Instagramga kirishingiz bilan Tyson bilan Goldni tiymasi. Tyson yutsa men falon joyimni kesib tashlayman, pispadan chaqib tashlayman. Komil Tysonni ursang $1000 pul beraman deb mana shu bizadi bu ayrim bir blogerlar ana shunaqa qilib bizadikini o'stirmaydi, naborat poqqa tiqadi. Goldni ham masalan yutqizish bu Xudodan
va'dalar boshqa berilgan, boshqacha turib bo'lib ketdi yerda. Bu yerda bu ularga paxta qo'yish boshqa emas. O'sha bolalar va Taysondan maniki. Chiqdi, solishdi professional managa karate bilan. Masalan, Tayson qachon necha kun bo'ldi u octagonga kirib kelganiga. Ana shu bechora mana tog'larda, toshlarda, yoqda, bu yoqda normalniy trenirovka ham qilmadi ancha. Chiqdi, solishdi, tayoq yedimi, boshqa qilamiz, zota duxti bergani yo'q. Maniki Goltam hali ichkaridan chiqqaniga hech nima bo'lgani yo'q, tayyorlanib o'spit qilgani yo'q, chiqdi solishda o'xshamadi. Bunaqa qilib izdivatsiya qilish kerak emas-da ularni. To'la muborak, fikringizni kommentga yozib qo'ying. Yomon indilar-ku, voy. Shunaqa ham qaltaysiz, polvon? Bilad, shuncha odam ishlamasa. Muhammad aka, Namangandan men ham Goldga gapirish sizlarga emas. Ha, ikkita namanganlikni qarang-da, ikkita emas, 3 ta ekan. Uchinchisi ham qo'shilib qo'yibdi oxirida. Gold bundoq qildi, yeb qo'ydi, vakil qilib haqiqatda katta gapirdingni, kurashda yeb qo'ydi. Partirda yaxshi ekan ozarbayjonlik. Gold o'zi ham aytib o'tdi, shunaqa bo'ldi deb ta'kidladi. Endi sizlarni gapirib chiqishingdan qaranglar-da. Endi peshonaga yozilgani bo'ladi-da, 5 sekunddan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Peshonaga yozilgan ekan, nasib ekan endi mag'lubiyatga uchradi. Hozir realniy hayotda shuni haqiqat gapiradigan bo'lsak, shu ikkitanani ham aslida ikkitani urishibdilar, bir-biriga gap otgansizlar, men ham namanganlikman deb. Shuni oldingizda Gold paydo bo'lib qolsa bor-ku, paq qitgandaliginaqa, ya'ni kul bo'ladi-ku, bilsam kul. Oddiy kul, tup yo'qolib qoladi. Hech qanaqa narsa bo'ladi. Nima qilasan bundoq qilib? Bir-birini tem bo'lib, zemlak bo'lib turib qilgan ishinglar вообще noto'g'ri ish bo'libdi. Bunaqa qilib bir-biriga atvet qilib video qilmani, endi mayli nasib ekanda, peshonasida borini ko'radi-da. Peshonangga yozilmaganga ayrilma yor, ash maqol yodlab kelib, kommentariyada biladiganlar yozib ketinglar shuni. Bunaqa qilmanglar, u namanganlik bo'lib turib, ha u ikkita bir sen bundoq qiling, bu bundoq qiling, men ham Namangandanman. Ha bu yutqazdi. Mana Tayson ham jim chiqib turib yutqazdi, jim o'tirib yutqazganda. Ha bu temi tugadi, bu yopinglar. Ammo zerikib ketdi odam ham. Gold uydi deb turib. Bu yopaylik, nima qilasizlar? Tem bo'lib ikkita namanganlik, bundoq qilmanglar. Yarashmayapti sizlarga. Gold ham Tayson ham tushib qo'ydi. Ikkalasi ham yutqazdi, onasini emsin. Tayson-ku mayli, Goldchi var qilib mujiki yoramiz, bunday deb bo'lganing shu ekan-ku. O'sha Tailandda novichoklarni urib yuravermaysanmi o'zingni qilib urib deydiganlarga aytadigan gapim. Yutqazish bizning qo'limizda emas, Allohdan. Hech qachon birovni yutqazganini ko'rib uni yerga urmanglar. O'zi ular ham yutqazaman deb chiqmaydi. Faqatgina akalar, ukalar o'sha Gold va Tayson keyingi bo'ylaringizga yaxshiroq tayyorlanib chiqinglar. O'zbek biz bir-birimizni podдержка qilaylik. Ba'zilar nerishib chiqyapti, pul tikkanda ular. Goldga qachon pulni berasiz? Kim yana Goldga pul tikadi? Pul tikmas kerak edi qimorga. Tomosha qilinglar, kayf qilib podдержка qilinglar. Bilasizlar, insoniyat aziz hisoblanadi. Uni yuziga urish tugul, uni so'kishga ham birovning haqqi yo'q. Shuning uchun do'stlar, yaxshilab, o'ylab, bir fikr mulohaza qilib, millatdoshimiz, vatandoshimiz qanaqadir xato ish qildi, yo bo'lmasam mana shu xatoni to'g'rilasa bo'ladimi? Bo'ladi. Unga to'g'ri ma'noda gapirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu gapirayotgan og'zimizdan siz so'zi ham, san so'zi ham chiqadimi? Chiqadi. Shuning uchun biz millatdoshimizni so'kishimiz kerakmi? Albatta yo'q. Unga qanday ma'noda tushuntirishimiz kerak? Do'stim, shunaqangi joylarda sen xato qilding. Bu xatoingni tan ol. O'zi ham tan olib chiqyapti xatosini. Bu joyda xato qilding, kelgusida mana shu xatolaring ustida ishlaganda bunga tushuntirish kerak bo'ladi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ba'zi bir insonlar chiqib, juda ham qo'pol gaplarni gapirib, uni haqorat qilishyapti. Izohlar bo'limiga kirsangiz, hattoki uni bizni tilda aytganda mushtipar onasini ham so'kayotgan insonlar bor. Do'stlar, onasini so'kmang, o'zini ham so'kmang. Tanqid qilmoqchimisiz? Marhamat, hamma fikrini bildirishga haqli. Birov sizni og'zingizni boylab yo bo'lmasam qo'lingizni boylab qo'ymagan. Siz mana emin-erkin yurtda yashamoqdasiz, fikr bildirishga haqqingiz bor, lekin ikkinchi shaxsni onasidan so'kib, o'zidan so'kib, og'zidan, kallasidan so'kishga siz u meni haqqim yo'q do'stlar. Millatdosh, vatandosh sifatida unga yaxshi nasihatlarni qilaylik. Mana shu yaxshi gaplarni eshitib, mana shu do'stimiz ham o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatsin. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bunaqangi muammoli videolar tez orada yakuniga yetishini tilakdoshimiz. E'tiboringiz uchun rahmat.